Bucha bu boshqacha qilib ishlangan. Bular yangi chiqqan bu yerda xohlasa yangi fasonda mana do'stlar. Qancha deyapsiz buni? Buni 660 ming kattasi, kichigi 510 ming so'm. Qizlarimiz uchun mana do'stlar. Qizlar uchun. Aka bular kattasi 570, kichkinasi 480 ming. Ha, kattasi 570, kichiga 4. Do'stlar mana katta skuter so'ragan akalarimiz, ukalarimiz uchun sizlarga tezligi 60 dan baland, xudo xohlasa. Tezligi mana do'stlar 60 dan balandda. Hop, puntlar. Assalomu alaykum hurmatli YouTube ishqibozlari do'stlar. Bugun biz iz bosgan Yakatut dehqon bozoridan sizlarga velosiped narxlarini yetkazib o'tishga harakat qilamiz do'stlar. Bizning kanalimizdan yiroqlashmang. Shunaqa narx-navolarni chiroyli qilib sizlarga yetkazib o'tishga harakat qilamiz. Bu yerda assortimentlarimiz juda ko'p ekan. Bunaqa skuterlar hammasidan xudo xolasa sizlarga chiroyli qilib ma'lumotlarni yetkazib o'tishga harakat qilamiz do'stlar. Videolarimizni yoqsa like, yoqmasa bezlak bosib o'zingizni fikringizni yozib qoldirasiz degan umiddamiz. Qani bo'lmasam biz videoni boshladik. Aka, bular narxlari bilan shunday tanishtiraylik. 520 ming so'mda. Ha, bular ha. Necha yoshli bolalarga bular? Bular 6-7 yoshli bolalarga to'g'ri kelaveradi. Ha, 6-7 yoshli bolalarga. Quvvat yetmaydi. Aha. Keyingilari? 550 ming so'm mana. Saqa diskali deyiladi. Ha, diskali, saqa diskali do'stlar. 600 ming so'm? Ha, 600 ming so'm. Bular 970 ming so'm. Shunda hozir kami bo'ladi aytilgan narxlarda. Ha, 30-40 mingdan o'tib beramiz. Ha, 30-40 mingdan do'stlar mana. Bularchi? Bular aka 700 ming so'm. 700 ming so'm. Bu yoshi sal kattaroq bolalar uchun. Eski kamalaman bir xil. Aha. Hozir Apache deyishadi. Bularchi bular? Kattalar aka. Kattalar 780 ming so'mdan bulardan o'tib beramiz. 780 ming so'm. Mana do'stlar, ko'rishingiz mumkin. Bularchi bular? Aka 1 million 250 mingdan. Shunda nasoslari komplekt ham yo'q bo'ladi. Suv idishlari bor, olib qo'yganmiz beramiz. Mana suv idishlari bor. Mana do'stlar, ko'rishingiz mumkin. Qancha dedingiz? Aka bular 1 million 250 ming. Ha, 1 million 250 mingdan do'stlar, mana ko'rishingiz mumkin. Aka, sizlarda dastlabki xizmatlari bo'ladimi? Dastlabki xizmatlari bor. Qayerga vodiy to'lovlarga beramiz. Ha, vodiy bo'ylab muddatli. Ha, muddatli. Do'stlar, halol nasiyaga mana do'stlar savdo bor ekan. Vodiy bo'ylab dastlabki yo'q, butun O'zbekiston bo'ylab. Yo'q, faqat vodiy. Ha, o'zimizni iz bosgan tumaniga do'stlar dastlabki xizmatlari bor ekan. Bularchi bir xilmi narxlari qanaqa? Bular 1 million 150 dan. Ha, 1 million 150 dan. Narxlari yaxshidan qo'yilgan. Arzondan emas. Bular yosh katta insonlarga, otalarimizga mana do'stlar ko'rishingiz mumkin. Bularchi? Bu mana do'stlar. Bular endi detski va yosh bolachalarga bular. Eng arzoni shular. Aha. Shunday yetalab yuradigan yosh bolalar. Bular narx har xil chiqadi bular. Aka bular 250 ming so'mdan. Ha, 250 ming so'mdan mana do'stlar. Mana 2 kishiliklar 350 ming so'mdan. Hammasi o'tib beradi. Kishiliklar mana 350 ming so'mdan. Bularchi, bular qizlarimiz uchun mana do'stlar. Qizlar uchun. Aka bular kattasi 570, kichkinasi 480 ming. Ha, kattasi 570, kichiga 4. Qancha kichiga? 400? 480 ming. 480 ming so'm do'stlar, mana kimga qiziq bo'lsa. Bularchi bular? Bular standart shekliga bir xil ekan. Aka bular 460 mingdan standart. Ha, 460 mingdan do'stlar mana. Bu 6 yasharli bolalarga yo'q? 6 yasharga. 6 yasharli bolalarga do'stlar. 6 yashardan kichiklar minishga qiynaladi. Ha, qiynaladi. Bucha bu boshqacha qilib ishlangan. Bular yangi chiqqan bu yerda xohlasa yangi fasonda mana do'stlar. Qancha deyapsiz buni? Buni 660 ming kattasi, kichigi 510 ming so'm. Qancha dedingiz? Bular 660 ming. 660. 510 ming so'm. 510 ming so'm mana do'stlar. Bunisi hozir 10 yosh tepasidagi bolalarga. 12 yashar, 13 yashar bolalarga to'g'ri keladi. 12 yashar mana. Do'stlar, ko'rishingiz mumkin. Do'stlar, mana skuterlarimiz. Nomi qanaqa chiqadi buni? Aka Drongo. Aha. Drongoni ommabop hamma olayotganda 5 ta yakimati. Aha. Bular 4,5 million so'm. 4,5 milliondan. Naqd pulga shunda? Naqd pulga. Muddatli to'lovga qo'shiladi. Ajinda qo'shiladi, aha. Bular aka 2 million 900 ming. 2 million 900 ming do'stlar mana. Kaska, ustiga yopinchig'i, zaryadli, bakovoy, hamma yo'q narsalari bor. Qo'shimchasiga do'stlar mana kaskasi, ustiga yopinchig'i qo'shib berishar ekan akalarimiz. Bularchi, bular ham shu narxdan? Bir xilda aka. Ha, bular ham do'stlar mana ko'rishingiz mumkin. 6 million so'mdan. Ha, bunisi mana kattaroq so'ragan akalarimiz yaxshi 6 tali aka nima aytar ular? 6,5 million dedingiz-a buni? 6 million so'm. Ha, 6 million so'm mana do'stlar. Narx aytilyapti ekan, naqd pulga aytilyapti do'stlar bu. Do'stlar mana katta skuter so'ragan akalarimiz, ukalarimiz uchun sizlarga tezligi 60 dan baland, xudo xohlasa. Tezligi mana do'stlar 60 dan balandda. Hop, puntlar
Qayerdagi bu? Shularkimi? O'zlariniki. Aha, mana do'stlar, ko'rishingiz mumkin. Ma'lumotlarni sizlarga yetkazib o'tishga harakat qilamiz. Aka, qancha chiqadi puli buni? Aka, bular 6 million 7 million 800 ming so'm aka. 7 million 800. Bu shunda Aka- akkumulyatorga yuradi bu. Akkumulyator yuradi, mana o'chirib yoqishlar bo'ladi. Ha, bu ana. Do'stlar, ko'rishingiz mumkin. Juda ajoyib qilib ishlangan. Oldi fasadlari ham juda chiroyli ishlangan ekan, mana so'yitlari. O'taliga uzoqdan milisalar kelayotganda mana do'stlar, ko'rishingiz mumkin. Bularchi? Bir xilmi bu ham? Aka, bularimiz 750 dollar aka. Ha, 750 dollardan. Bu firma ham bir xil buni, shunda. Ha, Drongoniki. Biz faqat Drongon Ha, ishlaymiz. Drongon firmasi aka. Dastavchi bolalarga rosa yaxshi. Ha, mana dastavka qiladigan akalarimiz, ukalarimiz Ichi uchun. mana. vakuumli issiq sovuq tushadigan. Aha, mana do'stlar, ko'rishingiz mumkin. Yaxshi bor. Mana hurmatli obunachilar, sizlar uchun mana televizor narxlarini chiroyli qilib yetkazib o'tishga harakat qilamiz. Akalarimizda televizorlarimiz ham bor ekan. Aka, birinchida televizorimiz narxini. Aka, bu televizorimiz 42 ga. Bu Aha. televizor narxi 2 million 650 ming so'm. 42 ga kiradi shunda. Bular 32 ga 32 1 million 300 ming so'm. 1 million 300 Bular ming so'm. 2,5 million so'mdan. Ha, 2,5 million 43 so'mdan. Do'stlar, mana qo'ldan kelgancha sizlarga syomkalarimizni qilib o'tishga harakat qildik. Manzilimiz Izboskan Yakatut dehqon bozoridan bo'ldi. Akalarimizda muddatli to'lovlari ham bor ekan. Bu tomonda velilarni ham xudo xolasa syomkalarni chiqarib qo'ydik. Ko'rishingiz mumkin. Akalarimizning nomerlarini ekran qarshisiga yozib qoldiramiz do'stlar. Bu yerda juda ko'p assortimentlar bor ekan do'stlar, ko'rishingiz mumkin.